infarkt, insultdan keyin insonni qayta tiklanishi uchun qo'lqop, ya'ni avtomat tarzda ishlaydi. Mana ishlatib ko'rsataman. Buni istalgan vaqtga qo'yish mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, istalgan har xil vaqtga qo'ya olamiz bu ochilib yopilishini. Endi qurilmamizni o'chiramiz. Ichki tuzilishi nimalardan tashkil topganligini ko'rsatib beraman. Mana ichini ko'rib turibsizlar. Ikkita DC motor, ya'ni bular 12 voltga ishlaydi. Bu havo pompasi. Bundan mana ikkita nasosdan keladigan havoni boshqarib turadi. Bu yerda ta'minot bloki tashqarida joylashgan. Mana ko'rib turibsizlar, tashqarida 12 volt tashqaridan keladi. Mana bu yerda ulangan. Hamda LM 2576S